Sen kulma, sen yig'la, seni vatandoshing-mi bola? 2007-yil 11-sinf, 11-sinf, 10-sinf endi yoshlikda yashashni so'rayotgan bola 7 oylab, 8 oylab Toshkentga borib, ota-onasining xizmatini qilish uchun, ota-onasini duosini olish uchun, hayotini chiroyli qilish uchun zavodda ishlayverib, tiqish demay, qor demay, xonasini qara. Sen yig'la, nima kulasan? Senda yurak bo'lmagan bilan bizda yurak bor. Sen yig'la, ukam, yig'la. Otangni puliga kiyap qilib yurgan bolasan, shuning uchun bilmaysan o'g'irlik. Men ham mana shunday katta bo'lganman, bundan battar katta bo'lganman. Men bundan battar katta bo'lganman. 7-sinfligimda ko'chaga chiqib ketganman. Bu 11-sinf ekan. 7-sinfligimda otam bilan onamni ko'rmaganman. Yillab ko'rmaganman. Ishonasanmi? Odamlarning uyida yotib yurganman. Maktabda partani ustiga boshimni qo'yib uxlagani bor edi. Kechasi odamlarga g'isht toshi ichidim, kunduz kuni issiqda g'isht qo'yib ichidim. Qurigandan keyin kechasi tonggacha tosh ichidim odamlar uyiga. Bir so'm pul bo'lsin, bir so'm bo'lsa ham otam, onam qiynalmasin, yordam bo'lsin. Sen bilmaysan bunaqa narsalarni. Xullas, yangi kirganlar diqqatiga. Men ham xuddi shunday 7-sinfligimda ko'chaga chiqib ketganman. Men ham xuddi mana shundan battar bo'lib katta bo'lgan bolaman. Bitta ikkita insonlar negativ yozib ustidan kulyapti. Ularga ham Xudo insof bersin. Oldingdagi bola. Aka. Isming nimasi? Ilhom. Ilhomjon. Aka. Ertaga pul tushsa biz qancha tushganligini bila olamizmi? Shunda bizga qara, mana shuncha odam guvohligida agar shu bolani 100 so'm pulini yesang, 100 so'm pulini agar olsang, mana ro'za Ramazon kunida mana shuncha odamni qarg'ishi ursin. Katta raqam. Ayt katta raqam. Katta raqam 86 0. Rahmat. Rahmat aka. Ukajon, onangni otangni ehtiyot qil. Yoshligingni qulchilikka berib qo'yma. O'ynab kuladigan davring. Otangni, onangni bag'riga qayt. Qashqadaryodan shu pulni topasan. 1 million so'm pul topish uchun oyiga Toshkentda yurma ukajon. Qo'limdan kelgancha tashladim, oz bo'lsa ko'p o'rnida ko'r.